Abu Bakr Siddiq birodarlar, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga tayyorlab qo'yilgan Alloh tomonidan bir yordam edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadislarda aytadiki, men da'vatni kimga ro'baro qilsam, kimni da'vat qilsam, taraddudga tushganligini ko'rganman. Lekin Abu Bakrni da'vat qilganimda taraddudsiz musulmon bo'lganligini ko'rganman deydi. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni johiliyatdan birga bo'lgan do'sti edi. Abu Bakr Siddiq johiliyatda ham biror bir marta butlarga ibodat qilmagan, o'ziga aroqni harom qilgan kishilardan biri edi. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu iymonga kelgan vaqtida 38 yoshdagi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan 2 yosh kichkina payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning do'sti edi. Va Abu Bakr Siddiq mana bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning da'vatiga ijobat qildi va u kishiga yordamchi bo'ldi va Makka da o'zining tanish bilishlarini da'vat qildi. Tez kunda 5 ta odam Abu Bakr Siddiqning qo'lida iymonga keldi. Bu 5alasi ham jannat bilan bashoratlangan 10 tadan 5 tasi. Kim ular? Usmon ibn Affan o'sha vaqtda 30 yoshda edi. Abdurrahmon ibn Avf o'sha vaqtda 30 yoshda edi. Sa'd ibn Abi Waqqas o'sha vaqtda 17 yoshda edi. Zubayr ibn Avvom o'sha vaqtda 20 yoshda edi. Zubayr ibn Avvom. Talhat ibn Ubaydulloh o'sha vaqtda 25 yoshda edi. Mana bu 5 ta odam payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Abu Bakr Siddiqning da'vati bilan iymonga keldi. Va bular hammasi to'planib payg'ambarimiz yoniga keldi va musulmon bo'lishdi. Ortiq musulmonlarning adadi birodarlar 9 ta 10 taga yetdi. Va sekin-sekinlik bilan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam islom doirasini kattaytira boshladi.